Sevgini haqiqiy yoki soxta ekanligini bilishni bitta usuli bu ham. Bilsanglar, yaxshi ko'rgan odam kun davomida siz haqingizda o'ylab yuradi. Kun davomida sizdan xavotir oladi, nima qilayotganingizga qiziqadi. Lekin ayrim sevgi egalari borki, ular faqatgina kech kirgandagina sizdan xabar olishadi. Kun davomida ko'ngillari boshqa narsa bilan ovunadi, odamlar bilan. Kech kirishi bilan esa yolg'iz qolishganda nafslari uyg'onadi. Bu fahsh, boshqa narsa emas. Va sizga aloqaga chiqishadi, yaxshimisan, tuzukmisan, nima qilding deb. Yaxshi ko'rgan odam kun davomida siz haqingizda o'ylaydi, sizdan xabar oladi, sizdan hol ahvol so'raydi. Endi faqatgina kechalarigina siz bilan gaplashishga harakat qilayotgan odamni nafsi ustunroq. Uni sevgisi unchalik ham ishonchli emas. Shuning uchun siz bilan gaplashayotgan insonning munosabatlariga qattiq e'tibor bering va aldanib qolishdan ehtiyot bo'ling. Agar to'g'ri deganlar bitta like bilan podpisatsiya bosib bizni kuzatib borsin.